Tafsiri Muyassar Baqara surasi 13. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alloh mu'minlarni g'albiga va muvaffaqiyatga erishtirish, yomonliklardan qo'g'dash orqali ularga egidorchilik qiladi. Ularni kufrning qorong'uliklaridan iymonning yorug'ligiga chiqaradi. Kofirlarning yordamchilari va madadkori ularning Allohni qayirib qo'yib, cho'qingan butlari va barliq soxta ilohlaridir. Ular o kofirlarni iymonning yorug'ligidan chiqarib, kufrning qorong'uliklariga kirgizadi. Ana shular dozaq ahlidir. Ular dozaqda mangu qolg'uchilar bo'lib, uningdan hargiz chiqolmaydi. Ey payg'ambar, Allohning birligi va uning barliq mavjudotning Rabbi ekanligi to'g'risida Ibrohim alayhisalom bilan munozirlashgan odamning ahvolidan ajablanarlik bir ahvolni ko'rdingmi? Chunki u Alloh podshohlik ato qilganligi uchun hakovurlikda haddidan ishib İbrahim alayhisalomdan Rabbing kim deb so'radi. İbrahim alayhisalom uningga javob berib, mening Rabbim maxluqotga hayotlik berib tirildirdigan, ulardan hayotlikni tortib olib o'ltirdigan zotdir. Tirildirguchi va o'ltirguchi faqat Rabbimdir dedi. Namrud, menmu tirildirayman va o'ltiralayman. Ya'ni men o'ltirishni xohlagan odamni o'ltiraman, men hayot qoldirishni xohlagan odamni hayot qoldiraman dedi. İbrahim alayhisalom, men ibodat qilayotgan Alloh kunni mashriqdan chiqaradi. Sen bu ilohiy qonuniyatni o'zgartib, kunni mag'ribdan chiqara olamsan dedi. U kofir gangrab eg'iz ocholmay qoldi. U kufrlikni tanlash orqali o'ziga zulm qilgan kofir bo'lib, Alloh mundaqlarni haqiqatga va to'g'rilikka muvaffaq qilmaydi. Yoki sen ey payg'ambar, tam o'gizlari yiqilib vayron bo'lgan xarobi shahardan o'tib, Alloh bu shaharning o'lgan aholisini qandoqmi tirildiradigan odamga o'xshash bir odamni ko'rdingmi? Shuning bilan Alloh uning jinini ilib, o'lik holatida 100 yil turg'izib, ondan tirildirdi va uningdan sen bu o'lik holatda qanchalik vaqt turding deb so'radi. U bir kun yoki bir kunga yetmaydigan vaqt turdim dedi. Alloh uningga o'lik holatida 100 yil turganligini xabar qildi va uni yemak ishmakiga qarab beqishqa. Allohning bu ikkisini mushunchalik uzun vaqt ichida o'zgarib ketishdan qandoq saqlab qolganligiga, eshkining so'ngaklari chirib parcha-parcha bo'lib ketgandan keyin uni qandoq tirildirib asliga keltirganligiga qarab beqishqa buyurdi. Uningga seni kishilarga Allohning o'liklarni tirildirishga qodir ekanligining ochiq dalili qilishimiz uchun mushu ishlarni xabar qildik dedi. Uni bu so'ngaklarga qarab beqishqa, Allohning uni birining ustiga birini qo'yib qandoq qurashtirganligiga, ondan uningga qandoq go'sh qo'ndirganligiga, ondan uni hayotga qandoq qaytirganligiga qarab beqishqa buyurdi. Bu ishlarning hammasi uning ko'z oldida aniq bo'lgan chaqda u Allohning ulug'ligini va uning hamma narsaga qodir ekanligini e'tirof qildi. Bu voqea kishilarga Allohning qudratini ko'rsatadigan dalilga aylandi. Ey payg'ambar, shuni aslaginki, o'z vaqtida Ibrohim Rabbidan o'liklarni qandoq tirildirganligini uningga ko'rsatishini tiladi. Alloh uningga, sen buningga ishonmadingmi dedi. Ibrohim, albatta ishondim, lekin ishonchimga ishash qo'shay deb buni talab qilyapman dedi. Alloh aytdi. Undaqda qushdan to'tni tutib o'zingga to'plag'in. Ondan ularni bo'g'izlab, parchalab, har bir taqqa ulardan bir bo'lakini qo'yg'in. Ondan ularni chaqirg'in. Ular darhol sening oldingga keladi. İbrahim alayhisalom shundoq qilib bo'lib, ularni chaqirib edi. Qushlarning hamma parchasi o'z o'rniga qaytadan qurashtirilib, nihoyat tez yetib kelishdi. Bilginki, Alloh g'olibdir. Uni hech narsa yengolmaydi. U barliq ishlarida, so'zlarida, qonun prinsiplarida va belgilamalarida hikmat bilan ish qiluvchidir. Mu'minlarga eng cho'ng foydasi tegadigan amal Alloh yo'lida pul-mol sarf qilishdir. Mu'minlarning Alloh yo'lida sarf qiladigan pul-mili 7 boshaq chiqargan, har boshqada 100 taldan don tutgan bir tal urug'ga o'xshaydi. Alloh xohlagan bandasiga uning iymoni va ixlosining darajasiga qarab hassilab ko'paytib beradi. Allohning fazl karami kengdir, bandalarining niyatlarini va fazl karamga tegishli bo'lganlarni bilib turguchidir. Pul-milini Alloh yo'lida jihad qilish va barliq yaxshilik yo'llari uchun sarf qiladigan, ondan qilgan yaxshiligiga minnat qilmaydigan va xayr saxovatiga erishgan kishilarga aziyat yetkazmaydigan, mayli gap so'zida yoki ish harakatida o'zining ularga yaxshilik qilganligini his qildirmaydigan kishilarga Rabbining dargohida katta mukofotlar bor. Oxiratda ularga hech qanday qo'rqinch yo'qdir. Ular bu dunyoda erishamagan narsalarga qayg'urmaydi. Soilni chiroyli so'z bilan qaytirish va uning qashonliq qilib tilaganligini kechirib o'tish
onunğa sadiqa berib bo'lib aziyat qilgandan yaxshidir. Allah bandalarning sadiqalariga muhtoj emasdir. U gunohkorni jazolashga oldirab ketmaydigan zotdir. Ey Allohga va oxirat kuniga iymon etqanlar. Bergan sadiqanglarni minnat qilish va aziyat yetkazish bilan bekor qilib etmanglar. Bunda qilish pul milini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan, Allohga va oxirat kuniga ishonmaydigan kishiga o'xshab qolganlikdir. Bundaq odam xuddi ustiga to'pchang qo'nib qolgan qattiq yomg'irdan keyin bu to'pchang yo'yilib, burunqidek bo'lib qolgan siliq toshga o'xshaydi. Kishilarga ko'rsatish uchun amal qiluvchilarning amallari Allohning dargohida ana shundoq yo'q bo'lib ketadi. Ular qilgan sadiqalari uchun oxiratda savobdan hech qanday nasibiga erishamaydi. Allah kafirlarni mayli pul mol sarf qilishda bo'lsin yoki boshqa ishlarda bo'lsin, to'g'ri ish qilishga muvaffaq qilmaydi. Pul mollarni Allohning roziligini izlab, Allohning va'dasiga chin ko'ngildan ishonib sarf qiladiganlar egizlikka joylashgan, qattiq yomg'irdan bahramand bo'lsa, mevasi 2 hassa ko'p bo'ladigan, qattiq yomg'ir yog'masimi, shabnam bilan qinib, hassilab meva beradigan katta baqqa o'xshaydi. Allah yo'lida xolis pul mol sarf qiluvchining sarf qilgan narsasi mayli oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, uning savobi Allohning dargohida ana shundoq hassilab ko'p bo'ladi. Allah barliq sirlarni bilib turg'uchidir, oshkora va yushirin qilingan barliq amallarni ko'rib turg'uchidir. Har kishiga ixlosiga yarasha mukofot beradi. Sizlarning oranglardan bir kishi o'zining xurmuluq va uzumlik daraxtlarining ostidan eriqlar eqib turadigan, mevalarning hamma xillari bo'lgan bir beg'i bo'lishini, o'zi yashinib qolgan, bolalari ushoq bo'lganlikdan bu boqqa ishlashga kuchi yetmaydigan bo'lib qolib, o'zining va bolalarining bu boqqa nihoyatda zo'r ehtiyoj bo'layotgan bir paytda o't aralash bo'ron kelib, u bog'ning kuyib ketishini xolamdi. Pul milini Alloh roziligi uchun sarf qilmay, kishilarga ko'rsatish uchun sarf qilgan kishining sarf qilgan narsasining savobi ana shundoq kuyib ketadi. Bu xolis ish qilmaydigan odamning amalining eng ehtiyojli vaqtda uningga asqatmaydiganligiga keltirilgan misoldir. Alloh sizlarni fikr yurgizsin va pul milini xolis Alloh yo'lida sarf qilishni o'rgansin deb sizlarga oyatlarni mushundoq bayon qilib berdi. Ey menga iymon etgan, men avatgan payg'ambarga ergashgan kishilar, sizlar haloldan topgan pul moldan va biz sizlarga zamindan chiqarib bergan narsalardan sadiqa qilinglar. Yo'qsullarga sizlarga berilgan taqdirda ko'zinglarni yumib turib olmasanglar, og'inglar kammaydigan darajadagi nachar narsalarni ilg'ab sadiqa qilmanglar. Sizlar o'zinglar elishni xohlamaydigan narsalarni qandoqmi Allohga ravo ko'rsizlar, bilinglarki, sizlarni rizqlantirib kelayotgan zot Alloh sizlarning sadiqanglarga muhtoj emas. U zot hamma holatda maqtashga haqliqdir, madihiyaga loyiqdir. Bundaq bexillik va nachar narsalarni sadiqa qilish shaytondan bo'lib, shayton sizlarni peqirlik bilan qo'rqitadi, bexillikqa qiziqtiradi. Yomon ishlarga, Allohga osiylik qilishga buyuradi. Allah sizlarning pul mol sarf qilganliginglarning mukofoti uchun o'z fazlidan gunohinglarni mag'firat qilishni va sizlarga keng tasha rizq berishni va'da qiladi. Allohning fazli karami kengdir, niyatlarni va amallarni bilib turg'uchidir. Allah to'g'ri so'z va to'g'ri ish qilishni bandalaridan xohlagan kishiga nisb qiladi. Allah bu xususiyatni ato qilgan odamga ko'plagan yaxshilik ato qilgan bo'ladi. Buningdan Allohning hidoyati va nuri bilan dili porlagan, sog'lom aql egisi bo'lgan odamlarni o'git oladi va manfaatlanadi. Allohning roziligini izlab pul moldan yoki boshqa narsadan mayli oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, nimani sadiqa qilsanglar yoki Alloh yo'lida pul moldan yoki boshqa narsadan nimani berishni va'da qilsanglar, Alloh uni albatta bilib turadi. Alloh niyatlaringlarni bilib turg'uchidir. Shuningga qarab sizlarga savob beradi. Kimki zakot va sadiqadan iborat Alloh buyurgan haqni bermaydi ekan yoki pul milini gunoh ishlarga sarf qiladi ekan, u o'ziga zulm qilguchidir. O'ziga zulm qilguvchilarni qiyomat kuni Allohning azobidan saqlab qoladigan hech qanday madadkor chiqmaydi. Alloh yo'lida sadiqa qiladigan narsanglarni oshkora bersanglar, bu nima degan yaxshi. Agar uni maxfiy bersanglar va yo'qsullarga bersanglar, bu sizlar uchun texmo yaxshi. Chunki mundaq qilish riyokorlikdan yiroq turganlikdir. Allohga ixlos qilib sadiqa qilish sizlarning ba'zi gunohinglarni yo'qqa chiqaradi. Alloh ishlarning inchki taraflarini biladi. Uningga sizlarning ahvolinglardan hech qanday ish maxfiy emasdir. Alloh har kimga uning amaliga qarab mukofot yoki jazo beradi. Ey payg'ambar, sen kofirlarni hidoyatga muvaffaq qilishga mas'ul emassan. Lekin Alloh xohlagan bandasining dilini hidoyatga ochadi va uningga muvaffaq qiladi.
pul milinglardan nimani sadaqa qilsanglar, sadaqa qilgan narsanglarning foydasi Allohdan sizlarga qaytadi. Mu'minlar sadaqani va har qanday bir xayr saxovatni faqat Alloh roziligini izlab qiladi. Xolis Alloh roziligini izlab pul milinglardan nimani xayr saxovat qilsanglar, uning ajri sizlarga to'liq beriladi. Ajringlar sizlarga hargiz kemaytilmaydi.